Chingizxon adolat yo'lida qo'shin tortib, avom xalqni qutuldirishi, zolimlarni jazolash kerak edi. Lekin urush boshlanishiga adovat kuchayib ketdi. Chavandozlar besib o'tganligi yerda yaxshi yomonlarning hammasi qirildi. Kaygilik makalni tashlab chiqqan Mo'g'ul sheriklari va bu yerdagi begunoh xalq keldi. Mana bu yo'lliq Jo'sayning silini bu yerga kelishga tavsiya qilganligining sababi. Undaq bo'lsa, yo'lliq Aqay begim Malol ko'may meni ashi jangga tarafga apirib qo'ysalar, fikrlari bo'yicha Ulug' Qog'onga qo'shinni qaytarib ketish xususida nasihat qilib baqay. Peqir xizmatlariga tayyorman. Mushi yoshga kelgandimi, yana Iroqlarga jangga otlanmoqchi bo'lyapti. Undaq jafo mushaqqatlarga salomatligi yorib emasmikin deb ansirayapman. Nima amal bor deysiz? Kech kunduz ziyat etib kelgan chavchuda xizmatmi keldi? Qo'shinni qaytarib ketishga unmayotdiq da. Bir amal qilsak bo'ladi. Qulan xotunga va har qaysilariga salom. 15 Doday, nereden kelishingiz? Hindistondan kelishim. Ulug' Qog'onga ma'lum qildigan cherikchilik xabari bor edi. Amal tepildi. Doday, bu yoqqa keling. Uning izdirigini qilolmadik. Ulug' Qog'on, u yer tunurdek issiqkan. 10 necha cherigimiz issiqqa chidamay o'lib ketdi. Shunga Do'boqoshi Noyan meni oldilariga avatdi. Ajoyib bir ishga yo'liqib qoldim. Desam bo'ladimi? Nima ish edi? Qaytib kelib etib to'mir qopqidan o'tganda tuyuqsiz g'alati bir ovoz anglandi. Shunda qarasam, oldimdagi tog'da bir g'alati maxluq turdi. Turqchi, g'alati maxluq demsan? Bo'g'i boshliq, ot quyruqliq, rangarang qasroqliq bir munguzlik maxluqkan. Men umrimda nimadan qo'rqib baqan, tutib kelib siliga bir ko'stay deb odamlarim bilan uni qo'rshab qoldim. Tutaldingmi? Uni bir demisizlar, kayni soniga qilich uray deyishimgila, u maxluq tuyuqsiz kayni putlab dassida o'rnidan turdi. Odamdek tik turdimi? Shundaq, bo'yi bir gaz keladi ekan. Keyin qanday bo'ldi? Bir aqli g'oyib bo'ldi. Ha? O'zing to'qiyotmaydigan sen? Tova, Tangri egam. Shundaq modli kep qolgan bormi? Bu nima deganingiz? Necha kundan beri g'alati tushlarni ko'p ko'rdim. Tushimga g'alati maxluqmi kirdi? Uzun saqal. Ha? Bundaq ishni anglaganmi? U qandaq maxluq? Tirimdan anglashimcha, o'tmishda shundaq bir hayvon bo'lgan emish. Bir kunda bir tuman 8 ming chaqirim yo'l mang'an ekan. Uning paydo bo'lishi xavf-xatardan bishorat bo'lishi mumkin. Menimcha bu ko'k tangrining irodasi bo'lsa kerak. Xon podshohlar bo'lsa jahon sarkisi. Ularning toji davlati ziyoda, umrining uzun bo'lishi tangrining ilkidagi ish. Mo'ng'ullarning odati bo'yicha aytganda, ko'k tangri turli hodisalar orqali oldin bishorat berdi. Bo'libmi qolgan olilari uymuqanni siqimda tug'ilgan keldi. Shunga ko'k tangrisilni yaqin ko'rib, g'alati maxluqni paydo qilish yo'li bilan bishorat bergan bo'lishi mumkin. Ko'k tangri nimadan bishorat bergandi? Qog'onimizning qo'shinni balduroq qaytarib ketishlariga. Yaqinda nurg'un sargar cheriklar kesik-keslik giribtor bo'ldi. Bu mu ko'k tangrining bishoratimidir? Shunday bo'lishi mumkin. Siz qanday qilay? Olilari, darhol odam avatib shu maxluq paydo bo'lgan joy atrofiga nazar berib o'tgaylar. Tangrining irodasi bo'yicha odamlarning hayotini qo'g'dab qilish uchun qo'shinni qaytarib ketishga bugunli farmon tushagaylar. Shunda qislar toji davlatlar ziyoda umrlari uzun bo'ladi. Bu gapingizning nima asosi bor? Qog'on og'a, undaq gapga ishonmasizlar. Dushman sarkarisi tex tutilmadi. Qo'shinni tuyuqsiz qaytarib ketsak, yo'lvasini yana taqqa erkin qo'yayotgan bo'lmaymizmi? Qog'on ata, cho'ng o'g'limning qisasi ilinmamda. Menga bir qo'shin basla. Qisas sababkarini tutib kelib, o'g'lim Muqat o'g'aning qisasini olaman. Sen nimani bilasan? Unutib qoldingmi? Bultur uzun saqal 10-oyning 15-kuni oy tutiladi degan aytganda ko'mmadimi? Uzoq yil 6-oyda Tangritog'da qor yog'di. Uzun saqal buni dushmanni yengishning bishorati degan aytgandek bo'lmadimi? Ulug' Qog'on. Bo'ldi qilinglar. Yo'llovchi Efendi, siz mening o'rnimda to'mir qopqiga berib, g'alati maxluq paydo bo'lgan joyga nazar berib o'ting. Qaytib kelgandan keyin darhol oldimga keling. Xo'p. Chiqib ketsanglar bo'ladi. Xo'p. Bir 1222 yılı 8. ayının 22. günü Çingiz Han'ın 60 yaş vakti.
Serker yolluq buqa. Mıngbişin ayağa, Ulu Kağan'a haber qıp qo'yinglar. Çavcı Haqsa Cho'choychi Ulu Kağan'ın oldi keldi. To'xtanglar! To'xtanglar! Evliya Hazretleri bulamdılar. Yo'qsa, Shayxul Jabal Cho'choychidan Chingizxonga salom. Evliya Hazretleri, merhamet. Xo'sh, marhamat. Bu shayxning holi xeyli bakan ha? Uningdek sog'lom, uzun umr ko'radigan bo'lsam deyman. Nimishqa? Yo'q deganda qurchidek 30 qiz cho'kan olatdim. Nima kulsiz? Merhamet. Marhamat. Moğollarning atgan choy, qimizdirga ko'lalam dikanlar. Shayxul Jabal bo'g'ashqa qattiq quruq uginib qaptiman. Kim qaptun? Isil taomlar anchiqib ketmaydi. Anlasam, Evliya Hazretleri 300 yoshga kiribdilar. Bu kishilarning topgan gapi bo'lmadi. Peqirlari 73 yoshga kirdim. Nadim 300 yil umr ko'rgan odam bo'lsan. Uzun ömür ko'rishning doğrusu bada o'tadi. Peqirlari azaldan uningga ishonmayman. Jahonda kutinishning yo'li bor. Uzun umr ko'rishning to'g'risi yo'q. Bende bu cahandaki baylık paraqatın mehirini üzenmey uzun ömür körüşünü tileydiken. Bu mu bende de bo'ladigan hissiyat. Lekin elmisaqdan beri uzun ömür kögellerini körüp bakmadık. Evliya Hazretleri, ah ko'ngil samimiy ekanlar. Yaraydılar. Hakikaten faziletli zat ekanlar. Uzun ömür ko'rishni ancha armon qilib ketmedim. Şuğunisi qiladigan ishlar nurg'un edi. Lekin armonga yarasha darmon yo'q desalar. O'tmishdagi ishlar esimda qolsa, yaqindagi ishlar esimda qolmaydigan bo'ldi. Burungi ishlar ko'z oldimga kelsa, hozirgi ishlar ko'z oldimga kelmaydigan bo'ldi. Evliya Hazretleri, kutunishning yo'lini menga ras o'gitib qo'ydigan bo'lsalar, u mu g'animat. Men shuningga tashna edim. Bu qo'limdan keladi. Yo'lni yiroq ko'rmay oldilariga kelgan maqsad unchalik ishni sizlarda ayamidi, ha? Yashash, amin qilish hayotlikning yo'li. Evliya Hazretleri, qandoq maslahatlari bo'lsa davasizlar, deganlariga amal qilay. Peqirlarning qarashicha, Xibey qatorliq joylarning ziroiti so'q. Sichuan qatorliq joylarning ziroiti issiq. Janubi Changjiang daryosi bo'yidagilar beliq guruchlar bilan, o'ttir juzlanlikdagilar donliq ziroatlar bilan, yayloqdagilar go'sht, qimizlar bilan tirikchilik qiladi. Biroq kim hamton isil nozu ne'matlarga berilib ketmak salomatlik foydasizdir. Nozu ne'matga berilib ketmay, ko'ngilni ozodi tutmoq salomatlik foydalidir. Shunga nafsini yig'moq, ko'ngilni ozodi tutmoq kutunishning eng yaxshi yo'li. To'g'ri deydilar. Akufga bashimiz kichik chog'larimizda nurg'un jafo mushaqqat chekdik. Yovi o't yash, yovi meva, beliq sug'urlarni tanlamay yeb bir-birimizdan bastlik cho'ng bo'ldik. Hozir ba'zi noyonlarning bola chaqalari nima yaxshi bo'lsa shuni tanlab yeb, nima issiq bo'lsa shuni tanlab kiyib cho'ng bo'laversinmi? Yana desa uchib ketadi. Yemeklik hem odamga foydali, hem foydasiz ekan. Ulu qolgan to'g'ri dedilar. Yashash elni amin qilishning usuli o'xshamagan bilan yo'li o'xshash. Tangrining irodasiga beqinsa yashig'il bo'ladi. Beqinmasa yashig'il bo'lmaydi. Elning royiga baqsa asojlik bo'ladi, baqmasa malomonchilik bo'ladi. Tangrim hayotlikni qadrlashni xohlaydi, qirg'inchilik qilishni xohlamaydi. Xondi lavozlarning asojlikni tilasang, ortiqcha ishlarga aralashmay tinish yur degan hikmatli so'zi bor emasmi? Evliya Hazretleri, sizlar degan elni amin qilishning yo'lini tushunmadim. Tangrining irodasiga boqmoq deganlari barhaq. Men Tangriga e'tiqod qilaman. Lekin hayotlikni qadrlash, qirg'inchilik qilmaslik ba'zi mushkul ekan. Men hayotlikni qadrlasam, boshqalar qadrlamaydi ekan. Men osoyishlikni tilasam, boshqalar malomonchilikni tilaydi ekan. Meningcha qirg'inchilik yo'li bilan qirg'inchilikni tugatganda, malomonchilik yo'li bilan malomonchilikni besib turganda, ondan jahonni putrab turg'ili bo'ladi ekan. Ortiqcha ishlarga aralashmay tinch yursa, jahonni qandoq idora qilg'ili bo'ladi? Chinchuan, jazoni vosita. Javgo Lisa degandeklarni qo'lchama qilganlikdan oxiri changisi buzilib, tuxumi chaqilib, munqarzi xavfiga duchor bo'lgan.
Buningdan bilib olishga bo'ladiki, qattiq jazo yurgizish va qirg'inchilik qilish usulini qo'llanmaslik kerak. Bu o'ttirchi zanglikdagi har navbatlik solali xandonliqlardan qolgan ochiq saboq. Ba'zilar ish qanchaki murakkab bo'lsa, jahon shuncha qalaymqon bo'ladi. Yasa qanchaki tomtoq bo'lsa, mug'ambarlar shuncha avj oladi. Qo'shin qanchaki avsa, dushman shuncha ko'paydi deydi ekan. Chindagligining munqarz bo'lishi, avom xalqi ziyoda zo'ravonlik qilish, qattiq jazo yurgizish tadbirlarini qo'llanganligidan bo'lgan. Sizlar degan bu ishlarni anglab bakmapti ekanman. Avliyo hazratlari, men hozir qandoq qilsam bo'lganligini udul tushuntirib qo'ygan bo'lsizlar. Sizlar qirg'inchilik jazo yurish yo'li bilan jahonni oldilar, lekin u yo'l bilan jahonni idora qila olmaydilar. Yasoq jazo bo'yicha mutamlan yo'qotquliq, ta'lim tarbiya bilan topdan chiqqan kishilarni yaxshi yo'lga boshlaguliq, adab axloq bilan jazoni tang qo'llanguliq, rahim shafqat bilan hayvonni tang yo'lga qo'yguliq. Shunda qilganda jahon ondan amin topadi. Adab axloq bilan jazoni tang qo'llanguliq, rahim shafqat bilan hayvonni tang yo'lga qo'yguliq. Avliyo hazratlari, meni jazo bilan hayvonga ko'proq e'tibor berib, rahim shafqat bilan adab axloqqa ancha e'tibor bermidi demoqchiman. Uzun saqal. Labbay. Avliyo hazratlarining deganlarini xotirlab oling. Mo'ngolcha, xanzocha ikki xil tilda bo'lsin. Uni obdan saqlab, oldirmay fikr yurgizay. Bo'ladi Ulug' Qog'on. Yillab urush qilib, tuman chaqirimlab yo'l bosdilar. Hozir dushmanlar yo'qitildi. Jahon tinchidi. Ulug' Qog'on qo'shinlarni baldirroq qaytirib ketib, al-budillari bilan osoyishlikda o'tgaylar. Deganlardek bo'lg'ay. Avlodlarimning osoyishlikda yashash uchun bir umr urush qildim. Avliyo hazratlari, biz bilan birga qaytqaylar. Milodiy 1222-yili 12-oyda Chingizxonning qo'shini yayloqqa qaytib keldi. Mo'ng'ul xalqining g'arbga qilgan bu qatimqi jazo yurishi asosan oxirlashdi. Ulug' Qog'on nima qilmoqchi bo'lyaptilar? Qishda chaqmoqchi qilyapti. Bu cho'qim shumliqning bishorati. Kimning kirqatlarni yuyib, ko'k tangrining g'azini keltirganligini aniqlab boqay. Ulug' Qog'on, o'ltirsizlar. Chaqmoq cheqish, muldir yig'ish, yer silkinish, kun tutilish deganlar shamol bo'ron chiqqan, yomg'ir yeshin yoqqan, gulga yola chechaklar solashgan o'xshashli bir ish. Og'riqsizlar o'lim yetimlar sirliq ish emas. Kirqatlarni yusa, Tangri hargiz g'azablanmaydi. Lekin shaman shundoq degan tursa. O'ttir tuzlanliklar har kuni degida kirqatlarni yuydi. Ajaba Tangri ularga e'tibor berib, yayloqdagilarga e'tibor bermam degan. Deganlardek bo'lsa, ulug' yasqimdagi kirqatlarni yuyishga bo'lmaydi degan moddani o'zgartsam bo'g'dek-da. To'g'ri, o'zgartsam bo'g'dek. Shohim. Sizmi? Sizlar bu yerga yetqali xeyli bo'ldi. Qaytib aram elvasili bo'ladi. Birdam yolg'iz turg'im kelyapti. Yurtimni seg'inib ketdim. Ulug' qo'shin yayloq ketib bo'ldi. Lekin men bu yerda qoldim. Onamni seg'inib ketdim. Rasbek seg'inib ketdim. Qolgan otamning nima meni yaxshi ko'rmaydiganligini bilamsiz. Esimda qilishcha, enalarim hammamiz narsi chog'larimizda xonatamizdan cho'ng bo'lganda qanday ishlarni qilasizlar deb so'ragan edi. Mening hali yaxshi enim Chag'atay dushman xotin qizlarning yeshini to'kkizaman, erlarning beshini akuzaman dedi. 3-enim o'giday gap usti bo'lg'ashqa xonatamning ulug'vor ishlarini joriy qildiraman dedi. Mena nima deganligimni bilamsiz? Bilmayman. Chatoq gap qilib qo'ymagandilar. Chatoq gapning cho'ngini qilib qo'ygan o'xshayman. Men podi yilqi beqishga amroq. Bir jilg'iga bir xil rangli yilqilarni, yana bir jilg'iga yana bir xil rangli yilqilarni to'ldirib yetaman dedim.
Lekin texmi chatoq bo'lgani shuki, shoh bo'g'im yo'q edi. Qo'shin tatib urush qilg'im texmi yo'q edi. Faqat yilqi baqqim bor. Onamning yonida turib yilqi baqqim bor edi. Men onamni seg'inib ketdim. U xonbaliqda yolg'iz qolgan edi. Hozir hayotmidi? Xo'shamisa. 1223 yılı 3. ayda Çoçoji bilen Çingizxan iki yolga bölünüp şarkka atlandı. Ulu qağan, biz mi mağaylı? Mağdı, ketdi. 10 neçə yıldan beri u meni qadinas dost qatarida ko'rgan birdan-bir odam. Xuddi yilqichi bilan qo'ychi do'st bo'lgandek, men bilan 7 oy birga bo'ldi. Bundaq adam kam uchraydi. Ras, kam uchraydi. U menga elni qandaq idora qilishning yo'lini ko'z tupagashga, jahonni birlikka keltirishning umidini ko'rardim. O yana bir umidimni, ya'ni menga qiyrimisam-kan degan umidimni uzib, vaqtimning oz qolganligini aniq tushuntirib qo'ydi. To'g'ri. Avliyoning hayotlikni qadrlash, qirg'inchilik qilmaslik degani yo'lliq. Urushda qirg'inchilik qilishdan xoli bo'lmaydi ekan, lekin imkon qadar joniq zamon bo'lmaslik yoki oz zamon bo'lish kerak ekan. Xalqni mayil qilish hammadan muhim ekan. Miladi 1224 yılı yazda G'arbga 4 yıl yurish qilgan Çingizxan oxiri yayloqqa qaytib keldi. Anam ko'z yumganda yolg'iz qadag'alli beshida turganmidi? Ha. Biroq onamiz azoblanmay ketdi. Bu marhumaning taliydi sizlar. Qadag'an qani. Anam ko'z yumish oldida nimaga tortishdi ekan? Qadag'ancho, qani? Ne bo'ldi?
3 ay ilgari Tangutlar biz tarafga odam avatib, ellerimizni o'zlariga tatdi. Qag'an ata, ola sizning g'arbga qilgan safarlardan foydalanib, ovulimizga hujum qilganda kichik opam qadag'an o'ldirildi. Mendan ferman. Juchi xon bilan o'g'day xon yayloq kelsin. Qurultay echib Tangutlarni yo'qotish to'g'risida maslahatlashimiz. Batu, Ulug' ağa meni tuman chaqirim yiroqjoydan dadingiz Juchi begimni yayloqqa qaytib berib, kun chiqish va kun petish ikki tarafdan tag'utlarga qistab hujum qilish to'g'risida kengash qildigan qurultayga 3 qitim chaqirsimi, nima ishga bormaganligini uqib kelishga avatdi. Lekin dadingizning turg'avullari meni to'sib olib kirgizmadi. Ajiba Juchi akam xon bo'lsa, uning bilan ko'rishmak, tag'am Chingizxon bilan ko'rishmakdanmi tas bo'ladigan o'xshamamdi. To'xtaga. Xafonma. Dadam og'rib qoldi, 1 yildan oshdi. Neç gündür beri bek bir yaram olup gidiyordu. Apo qiling. Avval bir neç gün ardığınızı çıkarıp alang. Dadam sel oңşulub qalsa çoxum siz bilan görüştürme. Bundaq şərəf mağın esip olar mı? Dadam yaylaqның gemini qilib jo'ylib yatıdı. Siz yaylaqdan kelgan tursanız, dadam yaylaqның işini sürüştürmey qalamdı. Sürüştürmeyli qoysun. Boldu giteyli. Batu, Xan ata. biz kelgan o'xshamamdi. Qasar bobamning 3-chi xonzodasi to'xtag'am kepti xan ata. Bobam xotirjam bo'lolmay meni nazorat qilishga avatibdi-da. Undaq emasdi. Siz xatolik o'tkazmadingiz. Men tug'ilishdan ilgari momog'ni markitlab bulab ketibdi ekan. Mana bu mendeki xatolik. Yana amroq inim Chag'atayli bo'ladi ekan. Men xatolik o'tkazmasammi xatolishiman. Xan ata, undaq o'ylab ketmasizlar. Ko'nglim o'lib bo'ldi. Shug'unisi meningmi kunim oz qoldi. Xan ata. Ormandaki tümen 5 kutuqa 5000 tutunum bilen xizmetlerdi buluşup geldim. Xutum. Ola qag'an, yolg'iz Xonzoda tug'ning akagan xabariga asoslanib ketgili bo'lmaydi. Jo'chi begimning gunohini bekitish uchun yana aniqroq ko'rilgan beshoratiga asoslanish kerak. Aniqroq ko'rilgan beshoratiga asoslanib bo'g'icha, Jo'chi Chag'atayning ulusini yutib olib, Xorazmning yangi sultoni bo'lib bo'ladi. Ulug' qag'an. Oqsoqol to'rlarim, har qaysilari qaytish qayla. Bu qatim cho'ng o'g'lim Jo'chi vafosizlik qildi. Özüm qo'shin tatib jazo yurish qilay. Sizlardek bir ömür urush mushaqqatini tatqanlarni yana avar qilib yurmanmi? Ulug' qag'an, biz sizlardan Jo'chi begimga jazo yurish qilmaslikni o'tinib keldik. Ulug' qag'an, biz oila bo'yicha sizlarni yo'l orsiga yushirib qo'yib, Targ'utayni qilichidan qutuldirganligimizni deb bo'lsa-mu, qeyri yuzimga yuz xotir qilg'ayla. Ulug' qag'an, kam deganda yana 10 kundan keyin jazo yurish qilishni qaror qilib bo'pti ekan. Chunki vaqt odamning g'azab o'tini bosadi. Odamning g'azabi o'rlab turganda oqilona hukm chiqarolmaydi. To'xtanglar. Kim sizlarni orig'i tushishga da'vat qildi? Bo'rtaymi? Desa ota. Ayoq. O yig'lab asoshini yo'qotdi. Unda qo'z kim? Men Ulug' qag'an. Yasi, nima ishqa? Ulug' qag'an. Qalbim shunday qilishga majburladi. Sizni cho'qim xatolashdilar. Ulug' yasaqqa yashanganlarni hurmatlash degan moddani kirgizdilar. Shunga xatoliklarni tuzitish uchun bu oqsoqol to'rlarni avar qildi. Mening xatoligim nima? Seni arzulaganligimdan xato foydalanmayotgansan. Tatarlar bilan markitlar bo'ri bilan chilboriga o'xshash bir-biriga tatishidi. Chag'atay. Ana jonni haqoratlashga hadding emas. Dayaga. Labbay. Bu xotini qamab qo'yinglar. Ağızdan çıkan sepseteleri et görüşki tesir kılması yana. Hop! Qag'an ata!
Qağan ata, Bato musibat xabarini ip keldi. Cho'ng akam kasal bo'lib tugab ketibdi. Ulu Qağan! Qağan ata! Ulu Qağan! Yo'lovchi Zayafadin chaqa chaqirila! Böğte, sizge üzkilenmeymen. Oğlumuz Jochi iysiz yigit edi. Onun tomirlarida oqqan mening qinim. Shunga u menga o'xshash jasoratlik ham g'ayratlik. Uning yana menda yetilmagan samimiylik va oq ko'ngillik yetilgan edi. Men uni xato ayblabdiman. Sizdan o'rinsiz og'rinibdiman. Hargiz ko'ngillarga olmanglar. Olmaymiz, Uluq Qağan. Hargiz olmaymiz. Ya suyni qo'yib etinglar. Men xatolashibdiman. Uluq Qağan, Tang'utlarga jazo yurish qilishni orqaga suraylimi? Yo'q. Ular necha qatim va'dasi turmadi. Bu qatim ular yana qadog'ini o'ldirib o'tibdi. 1225-yili kuzda, ya'ni Chingizxon 63 yoshga kirganda Tang'utlarga jazo yurishi qildi. Sarkardin oyog'i. Labbay. Uluq Qağandan farmon. G'ol qo'shin darhol mushu yerda bargoh tiksin. Xo'p. To'xtanglar! To'xtanglar! Qağan, Uluq Qağan. Uluq Qağan. O kimga qarliq tutdi? Uluq Qağan. O Podsho Muqalining o'g'li. Podsho Muqali kasal bo'lib tugab ketibdi. Uluq Qağan. Düşmanlarni texi yo'qotmay turib, sarkardlarim avval o'lib ketyapti. Ko'k tangrim, men nima qilib panoh bo'lmaysan? O'g'lim, dadam yosh ham teman. Mendan kichik turib, qandoqsiga o'lib ketdi. Qandoqsiga o'lib ketdi. Uluq Qağan. Necha yildan beri Podsho Muqali Xanzo qo'shinlari mingbeshlarining yan qo'shinlari bilan o'ttir tuzlanlikni idora qilib turg'achqa, Xibedagi aymoq viloyatlarining hammasi bizga bo'ysundi. Bu yilning beshida Oltin xonliqining Avod shahri funksiyoni qo'rshovga olayli deb qolgan edik. Lekin Tang'utlarning yordamchi qo'shin tuyuqsiz o'z oldiga chekinib ketgachga shahar qo'ldiga yetib qoldi. Podsho Muqali hasrat g'azabda kasal bo'lib yetib qoldi. Uzun o'tmay Tang'irning dargohiga ketdi. Tang'utlar yana vafosizlik qilibdi-da. Diğerleri berhaq. Tang'utlar Podsho Muqalining tugab ketganligi, sizning g'arbga otlanganligidan foydalanib, Oltin xonligi bilan ittifoqlashib ahd tuzdi. Yana yayloqdagi qabilalarni Ostirdan o'ziga tortib, sizlar bilan qarshilashmoqchi bo'ldi. Tang'ut xoni, adabingni yemay qolmaysan. Uluq Qağan, hozir hech kimning gapiga quloq solmayotdi. Ra'yi qo'yib yetaydi. Ko'ngli biroz bo'lsa aram topa. Necha kundan beri shikrabda ketdi.
Uzun sakal. Rost gap qiling. Kesilim xili eg'irmi? Xotirjam tinish yetib kutunda qolib bo'lsa, Ulug' qog'on salamaza saqiyib ketadilar. Yana xotirjam. Tinch yatam deman. Ulug' qog'on. Ati qo'shin bilan yayloqqa qaytib ketaylik. Yo'q, Yasuy, meni to'smang. Ma'qulamiz. Yasoqlar bo'yicha ati qurultay ichib, Xonzoda, Noyanla o'rtaqlashib bekitsin. Bo'lamdi. O'ltiringlar. Ulug' qog'on tunugun o'dishi qilib tushib, kechich qizib chiqdi. Qo'shonimiz yana ilgirlamdi yoki qaytamdi? Bir nima deyishib baqsanglar. Qog'on aka, meningcha qaytayli. Tang'utlar sepilliq uy varalarda yashaydi. Uy varalarini yayloq ko'chganda ko'chirib ketilmaydi. Muborak tallari yoshlangandan keyin ondan ularning adini bersak bo'ladi. Tag'amning fikriga qo'shilaman. Tallari hammadan muhim. Sizlar 63 yoshga kirdilar. Uzun yillar davomida nurg'un urush mushaqqatlarini boshdan kechirdilar. Endi bir necha yil xotirjam orom ilyapsizlar. Ulug' qog'on, Tang'utxonni arzimas birdimi-ku? Sizlar avarog'idek ish yo'q. Yayloqqa berib o'zlarini kutkaylar. Biz Tang'utxonni otni salmilgandek salmilab oldilariga akib beraylik. Ulug' qog'on, hammaylar sizlarni qo'shin bilan qaytishga da'vat qilyapti. Yo'q. 43 yil ilgari Markitlarga yurish qilgandan beri 10 necha qatim cho'ng kichik urushlarni qildim. Azalda natijasiz qaytib boqmadim. Tang'utxoni asli bizni ojiz ko'rib kelgan. Agar yarim yo'lda qaytsam, ular meni qo'rqinchoq deb sanab qiladi. Ulug' qog'on, Mardning og'amchisi uzun. Qog'on ota, Ulug' qog'on. Ulug' qog'on. Ma'qul. O'ltiringlar. Qaytsaqmi, qaytayli. Biroq Tang'utlarning ayvisini oshirib etmayli. Mushiyaga bargoh tikib, Tang'utlarni taslim bo'lishga da'vat qilib, elchi avatiman. Tang'utxoni Chingizxonning umid qilganidek qo'l ko'tarib taslim bo'lmay, aksicha avatgan elchilariga ashaddiy Mo'ng'ullar bilan aplishish niyatim yo'q deb javob berdi. Shuning bilan 1,5 yillik urush oxiri boshlandi. Bir 1227 yili 8 ayda Chingizxon Yevpanshan teg'i bag'rida ig'ir kasalga mubtalo bo'ldi. Qormi intayin qilin yog'di. Ulug' qog'on. Ben bir tush ko'rdim. Tushimda dadam Yasugay, apam o'lin, singlim Temurlim bilan enam Qochig'ullarni ko'rdim. Ular meni ko'rib, shuncha yiqinchilik qilib ketdi. Yana Bo'roqul Muqoli. To'g'ri, nevram Muqa To'g'an. Yana chiqamagan qeri xizmatkor Vaqchinlarmi bor. Ana bola bo'rta bilan Juchi. Yana Balgutayning aksi qasar ishkimiz etib o'ltirayotgan bektarlar meni ko'rib chiroylari tutilib ketdi. Yana qadag'ammi bor dedi. O mendan xilajroq dedi. Uni chaqirsam anglamadi. Ömrümde urushgan düşmanlarım
to'g'ri va xato qilgan ishlarim esimda qolmabdi. Qarindoshlarımның xizmatlarim menga ayon. Men 4 qarindishimning men qilgan yaxshiligini qaytaramadim. Keyinchi oldirmay qaytaraman. Ulu qağan, Tağut xani taslim bo'ldi. Ulu qağan. Ulu qağan. O'rnlaridan turmay ketavaslar. Yo'q. Madarimning barida ko'pchilikka deb qo'yadigan ba'zi gaplarim bor. Ayağa. Labbay. Ularni chaqirib kel. Xo'p. Ayan. Köftangri meni dergahıga chillayotidu. Bir necha ishni sizlarga topilib qo'yay. Qağan ata. Turinglar. Birinchi ish Jurjitlarni yo'qotishning chorasi. Jurjitlarning xil qo'shini Tunganda turadi. Janubi tarafi tog'liq, shimoli tarafi daryo. Ular hujum qilmoqdas. Sunxonligi bilan Oltin xonligi ko'n raqiblardan. Shunga Iroqdagi Sunxonligi bilan aplashib, yaqindagi Oltin xonligiga hujum qilish uchun Sunxonligidan yo'l elib, Oltin xonligining keynidan besib kirib, o'sni chuvassak, Tungan tavarrukini qaytarib kelalaymiz. İkinci iş, Tangutlarni yo'qotishning chorasi. Qanata, Tangutlar taslim bo'lg'aydi u. Yo'q. Ular taslim bo'lish qili qo'shildi. Ertadan boshlab shimolga qarab mangayli. Agar yerim yo'lda o'lib qolsam, o'limimni tog'doqliq uzatmanglar. Dushmanlar meni o'lib ketganimni bilib qolmasin. Tangut xoni belgilangan vaqt taslim bo'lishga kelsa, uni ketkizib etmanglar. Hammasini o'ldirib etib, keyingi ofatni mangu qoldirmanglar. Xo'p. Uchinchi ish. Mening qog'onliq o'rnimda faqat birli o'g'lim o'tira oladi. Men uni Ögödeyge topshirdim. O sizlarning qog'oninglar, uningga bo'ysuninglar. Xo'p. Ögödey. Qağan ata. Ulug' qağan. Yo'lliq Jusey, mendin san qolgan tavarruk, elni idora qilish berdigan hunarvan, aql ko'z berdigan donishmand. Deganlarni unutmayman. Unutmag'ning yaxshi. Unutmag'ning yaxshi. Hamma ish joyida bo'ldi. Meni yemesak bo'ladi. Miladi 1227-yili 8-ayning 25-kuni Chingizxon 66 yoshida Liu Penshan teg'i bag'ridagi Sing'ir nahiyasida qazo qildi.
uning avlodlari jasadini yayloqqa qaytirib keldi. Chingizxonning vasiyati bo'yicha qabri turg'izilmadi. Uning jasadi qo'yilgan joyning atrofidagi 30 chaqirimlik doiraga cho'rdab o'qlar qadilib, u yana saqlashga chiriklar qo'yildi. Mana 700 necha yil o'tib ketdi. Chingizxonning jasadi qo'yilgan joy texicha yeshilmagan sir bo'lib kelmoqda. Bu ulug' zotning yaratgan to'pisi va o'tkazgan savalligiga tarixchilar ilmiy baho berdi. Lekin mazkur filmda tonishtirilgan Chingizxon odatdagi kishilarga o'xshashlan hissiyotchan va orzu istaklarga intilgan, o'zida oliyjanoblik hislat yetildirgan, ammo vujudida nuqsonlama saqlangan, donolikmi qilgan va savallikmi o'tkazgan, utuq qozongan va hasrat pushaymonmi qilgan bir avlod jahon sarkardisi edi.风从草原走过，吹散多少传说，留下的只有你的故事，杯酒和奶茶酿成了歌。马背上的家